Mana Toshkent arxitektura qurilish universitetida kitob savdosi bo'yicha mana kelishibdi. Ajoyib kitoblar tavsiya qilaman. Mana shunaqa tez kelib tursangiz bo'lardi. Xudo xolasa Yomg'ir qorli kunlarda ana faydami agar ruxsat berishsa. Ajoyib kitoblar mana. Mana o'zbek xalqi mana shunaqa Baxtiyor Abdug'ofur muallifligidagi mana tarixiy asar Jaloliddin Manguberdi. Mana shu o'zbek xalqiga kerak deydi shunaqa asarlar mana. Juda ko'p mana ajoyib asarlar. Bu yerda mana Chingiz Aytmatov asarlari. Daho yozuvchi mana shu Chingiz Aytmatov. Da Vinci siri, muqaddima, Martin Eden mana shu asarlarni o'qigandim. Tavsiya qilaman. Mana o'zi yig'ishtirib ketyaptilar, ertaga ham kelar ekanlar. Ertaga 10 ga kelamiz. 9:30 mana shunaqa qilib. Shu yerda bo'lamiz. Bo'ldi.